Bismillahirrahmanirrahim. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, bugungi dasturimiz biz bugun Hazorbog' bozoridan guzarish tayyor qilmoqchimiz. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, Buzqurt studiyo bilan bo'lingizlar. Biz bugun Hazorbog' bozorini tasvirga tortamiz va bu kishilardan so'raymizki, Ramazon muborak oyiga qanday bir ishlari qanday, oyo ishlari chalayapti? Chunki Hazorbog' oxirgi paytlarda Hazorbog' ro'bar rushga mashallah ko'ramiz, yaxshi do'konlar tuzilyapti, yaxshi ishlar tuzilyapti. O'shaning uchun biz bu yerdan guzarish tayyor qilamiz va biz bilan bo'linglar. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, biz bir akamiz oldimizga keldik. Bu kishi bu yerga but tegagan ekan. Bundan so'raymiz, ishlari qayraqam, oyo bu ishdan rozimi? Bundan bu musoyib bo'lamiz. O'zingizni bir ma'rifat qiling, bugun nima ish qilasiz? Ishlaringiz qayraqam bugungi? Assalomu alaykum aziz muhtaram eshituvchilar. Men Rasul Mo'chiman, mara Hazorbog'. Xeyli yaxshi ishim alhamdulillah. Avval do'konga o'lcham, g'urfaga olib do'konim bor. Ishim ko'p bordir. Ro'ziga 500-1000 yaxshi ishlaymiz. Mushtarim ko'p, alhamdulillah yaxshidir. Ishingizdan rozisizmi? Mashallah bu topkapsiz, butni ham o'zingiz tigasizmi? Mushtaringiz qay raqamda? Alhamdulillah yaxshi. But o'zimizdan tigiladi, yaxshi mushtarimiz bor. Suvlati yaxshi, qavut, chablaq, but, shuning yaxshilab tigib sotaveramiz. Muborak Ramazon oyiga qay raqamlarda ishlar ko'payganmi yo ozayganmi? Muborak Ramazon fazli Xudo, ne'mat Alloh, shukri Xudo. Inshaalloh ishlari yaxshidir, voriddir, inshaalloh ishlar ko'p. O'zingiz jigitlarga payomingiz nima narsa? O'zimda jigitlarga iftixor qilamizki, 5 vaqt namozini o'qisa, yaxshi ishga vorid bo'lsalar, yaxshi dars o'qisalar, oyindasi xarob bo'lmas. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum birodar aziz. Xo'p sen, baxayr asin, jon shuma jo'ras. Baxayr asin. خودتون معرفی کنید؟ زلخان. اینجا خودتون دکاندار هستین؟ دکاندار هستم. دکان از خودتون است؟ خودم است. چه رقم از کاربارا؟ بس ماشاءالله گذاره سال خونه نو جور کردم. نو جور کردین؟ خب البته نو جور کردین مشتری قدر نیست البته. مشتری قدر نیست نه. چرا در ماه مبارک رمضان خب ایدم نزدیک است، در ماه مبارک رمضان این قسم دکانا مثلا این قسم دکانا زیاد میچله. زیاد میچله. ولی خب کاروبار نیست خونه نو در رمضان چند دن باقی است، ولی خب رمضان نو شروع شده. از همین بازار حضرباغ راضی هستید؟ حضرباغ بازار راضی است الحمدلله شکر. روزانه چقدر سودا میکنید؟ میشه 11 ساعت 12 ساعت میشه، ولی خب کار نو است، نو استارت کردم دکانداری. خب نو شروع کردین دکانداری. ماشاءالله کلی چیز آوردگی هست که چی پکار است. خب خیر ببینین. برادر قند شما با بیننده‌های عزیز در بوزکورت استودیو چی پیام دارین؟ همین پیام دارن که من حضرباغ که چی شو همین آباد شو همین ولسوالی شو همین حضرباغ کلی مردم خوش از حضرباغ خوب جای است همین. تشکر خیر ببینید. تشکر. زنده باشید. بخیر.
Aziz hurmatli ko'ruvchilar, yana bu videomiz idomasiga qadrdon og'amizdan so'raymiz. Telefon tuzatuv missari albatta telefon tuzatadi. Bu kishidan so'raymiz, ishlari qayraqam va bu ishdan rozimi? Assalomu alaykum. Baxayr bo'lsinmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingizni bir ma'rifa qiling qarang. Bu telefon tuzatasiz. Bundan boshqa nima ish qilasiz? Bundan boshqa bularga hech qisqa masalan telefon joylayman, ko'rasiz joyga go'shakka gapirishamiz. MP3 albatta telefon bilan sotasiz. Telefon ham bor, telefon ham bor. Qanday ishingizdan rozisizmi? Sizlardan Xudoga shukr rozimiz, yaxshi. Har kunda qancha nima qilasiz? Ishlaysiz? Qancha pul topasiz? Baravari degan bir ro'z bo'ladi 5000 bo'ladi, bir ro'z bo'ladi 4000, bir ro'z 2000, 1000 har baravari degan. Mashallah Ozarbog' bozori oxir paytlarda va oxir kunlarda, oxir yillarda rushdi yaxshidir. Yaxshi do'konlar tuzalyapti. Mashallah butunlay do'kon tuzalib ketdi. Buni kelajakda nima fikr qilasiz? Oya bu Ozarbog' bozori bundan ko'ra rushd qilaman, qay raqamda? Inshaalloh rushd qiladi. Chunki siz shu bozorda ishlaysiz, bilasiz. Mardum boshqa kishilar rozimi bu Ozarbog' bozoridan va ishlaridan? Bozordan bari rozi. Xo'p, do'stlarga va javonlarga payomingiz nima desa? Do'stlarga payomimiz shuki, nima payom beradi? Va javonlar nima ish qilsa? Javonlar har qachon o'zini kisbkori degan, har mard ishgaki dili xolasa ish. Katta rahmat sizga, salomat bo'ling. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, yana biz bu akamiz oldiga keldik. Bu butunlay Ramazon savdolarini sotadigan. Ya'ni Ramazonga nima narsalar kerak bo'ladi? Iftorga masalan jilovi bo'ladi, yo xurmo, pomidor, mana shu narsalarni bu kishilar sotadi ekan. Maydon shinga albatta mutaxassisga. Bu kishidan so'raymiz. Avvalda aka, siz birinchidan o'zingizni ma'rifa qiling. Ism sharifim Hoji Abdulmatin. Borakdan bo'lamiz. Ro'zoy juma Ozarbog'ga kelamiz. Savdo furushot Ozarbog'da ko'p yaxshi. Xo'p, albatta Ozarbog' bozoridan rozisizmi? Albatta. Bir kunga har jumada kelasiz. Bu Ozarbog'ga har jumaga bozor bo'ladimi? Har jumaga bozor bo'ladi. Xo'p, bu qanday savdo sotiq bu ishlar? Savdo ro'zi bozor juma degan behtarin savdosi bor. Ko'p yaxshi, ko'p har joqdan Borakdan, Xo'jayg'ordan, Dashtaqaladan hatto shu ma'lum keladi. Savdo sotib ketadi, ko'p furushot ko'p yaxshi nomizlar, mashallah. Bunga qancha savdo qildingiz? Shu kun sotganimizda endi shpalagacha savdo agarki savdoyi iftori ba'da peshin shuru bo'ladi, ba'da namoz juma shuru bo'ladi. Alhamdulillah shukr, masa 5000 10 ming sotganmiz, shukr alhamdulillah. Mashallah. Bu ishingizdan rozisizmi? Alhamdulillah ko'pdan ko'p rozimiz, ko'p yaxshi. Bundan boshqa qaysi ulusollar, qaysi bozorlarga borib sotasizmi savdongizni? Xo'jayg'or, Borak, Ozarbog', Dashtaqala, So'zaki va Faram sotamiz. Mashallah, albatta bu kishi Shogirdim bo'ladi. Shogirdingiz bo'ladi. Salomat bo'ling. Bu do'stlarga payomingiz nima desa? Moy baraka Ramazonga ma'mari nima ish qilsa va javonlarga payomingiz nima desa? Valla javonlarga mana shu kori bor degan, xuddi Ozarbog'ga mana shu korga bor javonlarga. Shol bo'lak mana bizning ma'lumki g'arib kor va mana shuni narsa sotamiz. Masalan, jilabu, mana shu mevajot shu narsa sotamiz. Faqat kor bor yaxshi. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bu kishini oldiga keldik. Bu kishi mana xurmo va jilobi va qaymoq shunisi iftor narsalarni sotadi ekan. Birodar aziz, xubasin? Shukr. Xayrasi. Shukr zinda bo'lsin, baxayr bo'lsin. Xuddi ma'rifa بکنید. زه عبدالملک یم د ازرباغ او د احمدشي د کلی. دغه مسجد. دلته دا میوه جات د سیمې سره خرڅو د خرما او دغه څه ورته دا خرما او د برابر شي سره خرڅو.
جلابی چیزا سودا میکنید؟ جلوبی دی دا جلوبی دی و بس مربع ده و دشه از کارتان راضی هستین؟ الحمدلله شکر روزانه چقدر سودا میکنید؟ روزانه بس تخیره دقیقه 500 200 300 400 دا 2000 پیدا کیږي هر روز اینجا میاد یا دیگه بازارا هم سودا میکنید دیگه مثلا خوجاغار و بارک و دای بازارا میرین؟ یا بس په دغه ځای کې هم بل خواته نه تللی په دا دوری بازار کې کراچی هم دلی ولاړ تشکر زنده باشین. پیامتان با جوانات چی است؟ مهم یا استان کار خود کنه امجاد وطن خود کشور نرو دیگه کشور کار خود مصرف باشه خوب است. تشکر زنده باشین. بابا aziz do'stlar, barnomamizni idomasiga bir akamizni ko'rib qoldik. Bu kishi mendan so'radiki, Hazorobod bozorida motosikl sotayotgan bir bozor joy, ya'ni ko'na sotayotgan, albatta do'koni bor. Masalan, mototsikllar janga sotiladi. Bu kishi mendan bir narsa, shunday bir narsani so'radi. Albatta bu kishidan bir ma'rifat qilaylik, tanishtiraylik birov-birimizni. Bu kishi qayerdan bo'ladi ekan? Albatta motosikl bir arzaq qani kapta. Assalomu alaykum aka. Aka. Baxayr bo'lsinmi? Oromsizmi? Oromsizmi? Baxayr bo'lsin. O'zingiz, og'aynilar, xishi qavmlar hamma yaxshimi? Tashakkur. Salomat bo'ling, baxayr bo'ling. O'zingizni bir ma'rifat qiling. O'zim Ali Muhammad Mistari Ulati Taxor Ulfoli Xo'jag'ordan bo'laman deng. Xo'jag'or, albatta Hazarbog' ham Xo'jag'orga tegishli bo'ladi. Chunki Hazarbog' bir qishloq, hozir bir ulusivolik tuzilgan emas. Xo'jag'or qayerdan bo'lasiz? Xo'jag'or shahardan bo'laman deng. Xo'jag'or shahridan. Bu motosikl sotuvida kelgansizmi? Bale, mutasil sotaman deb keldim. Mutasil bozor, Kona bozor bor dedik. Kelib qarang joy ekan. Xo'p, biz ham to'g'ri Hazarbog'dan bo'lamiz, lekin Hazarbog'dan ko'p yillar Hazarbog'dan chiqqanmiz. Masalan, boshqa To'lqonqo va boshqa viloyatlarga to'xtaymiz. Mas'ul sifatida bunday balad emas, menga Hazarbog'ga motosikl bozor, ya'ni ko'na sotiladigan motosikl bozor tuzilgan joyda daqiq ma'lumotim yo'q. Inshaalloh birdan so'raymiz. Shunday bir bozor tuzilgan emasmi? Inshaalloh ko'p yaxshi bo'ladi. Bozor nomi men ko'rdim, xeyli obod ekan, bag'i ham obod, bag'i ham obod, hamma joy obod ekan. Inshaalloh tuzating, biz kelamiz, Kozoriga, Juma bozor kelamiz, bazar nashaga qayta qurish qilamiz. Ham mutasil jalob biz, ham mistari biz. Billahi ko'rdim, voqeat xushal bo'ldim. Xeyli obod ekan nomi Xudo. Albatta bu nima inshaalloh buni tuzaladi sekin chunki musulmonchilik oyisi degan. O'shaning uchun sekin tuzaladi bozor. Chunki Hazarbog' oxirgi yillarda rush qilyapti. Men mutasilni olib keldimki, bazar men sotayin deb keldim. Qaradimki, bazar xaridor joy ekan. Pashta mayda ketayin dedim, qaram sizlarni ko'rdim. Xushal bo'ldim. Niyatim bor ko'rsak, bu bozor rush qilsa, bozorga bor haftasiga juma kelsak, bazar xarid qilishimizni qilsak yaxshi bo'ladi. Vallahi xeyli obod bo'lgan ekan nomoto, hamma birdosh bo'lsa, ya'ni birlik bo'lsa, vatanimizni, o'lkamizni obod qilsa. Inshaalloh obodlik biz sizni qo'limizga degan. Obodlik bo'lak joydan kelmaydi. Biz qayerlarga boramiz, baxotir bir luqma non yo ish topaylik deb. Bu o'zi shaharimizga ish topsak, o'zi shaharimizga o'ltasak, ko'rkasak bilqo. Bizga ko'p bir iftiqordir. O'zi og'ayni ichiga, o'zi qavm ichiga, o'zingizdek gullarni o'ltasak, ko'rkasak ko'p yaxshi bo'ladi. Kattakon rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bu sport studiya ko'ruvchilari, yana biz bu barnomamiz idomasiga bir narsa ko'p qiziq bir raqam tamom bo'ldi. Bu hoji bobomiz albatta Karachi ustiga ismaloq sotib o'tirgan ekan. Bu kishidan so'raymiz, oyo bu ro'zg'ori shu ismaloq sotish bilan chalimi, qay raqam, bundan bir narsa foyda qilaman, qilmayman. Bu hoji bobomizdan musoyib olamiz. Assalomu alaykum Oysib. Alaykum assalom, baxayr bo'lsin jonjon. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Duo ishlaringizdan orom boshimizdan. Birinchidan o'zingizni ma'rifat qiling, qayerdan bo'lasiz va do'stlar bilan bir payom berasiz. Men Borakdan bo'lamandan, Qayinbozorda Qaribidan bo'laman. Qayinbozorda Qaribidan bo'lasiz. Bu siz Karachida ismaloq sotyapsiz. Bir narsa bundan foyda qilasizmi? Foyda jo'qding birodar, bekarmiz. Qanday qilaylik? Masalan, 18 yil yeranga edim, qo'mang. 80 ta molim bor edi, 80 ta molim sizga qolib ketdi. Cho'jim bilan baylab juvardi birodar. Shin xona 5 ta olsa, xonavolar kullan joyiga qoldi. Kular, yaxshol, hamma zindaligim qoldi birodar 80 ta molimdan. Faqat shu o'zimniki libosim bilan keldi. Al bugun
guzoran saxtdir berga birodar shu zani bacha xarji xohlaydi xo'p majburan o'sha borakdan kelib biz berga bir ko'rachi palagimiz bordi bir majburlikda xo'p mulk mardum mulk bizga mulkli qilmaydi qarang siz har qancha mardum mulkka ishlasangiz ana shu xara shu darak deganda bir xabarda xo'p buni ustiga bizni o'lkamizga qiyinchiliklar ko'p ishlar yo'q o'shaning uchun majbur mardum boshqa o'lkaga borib ishlaydi ana xo'y xudovand sizga kuch quvvat bersin bundan ko'ra yaxshi belingizni bog'lang qiyinchiliklarga belingizni bog'lang ana bunga qancha savdo qildingiz siz bugundek mana shuni olib kelib ham bir shoyad bir 200 rupiyaga savdo qilganmiz bu borakdan olib kelasiz bunaqa kiroyisi bir nimasi albatta bor kirasi aka 50-100 rupiya endi sho'rgida bir ko'rachiga 100 rupiya beribman bir majburlik bo'lmaydi xo'p bo'ladi inshaalloh siz belingizni bog'lang qiyinchilikqa muboraza qiling kurashib keling kurashib keling keyin inshaalloh tuzalib ketadi hamma narsa sizni shu buskurt istudiyo ko'ruvchilarga payomingiz nima narsa ayomimdek xudodan oromlikni tilayman masalan shu mantiqamiz obod bo'lsa u masalan shuni tilaymizki shu o'zimizni mulkimizga bo'lsak o'zimizni zindaligimizga bo'lsak sho'rga zindalik qilsak kattakon rahmat sizga salomat bo'ling baxayr bo'ling aziz hurmatli ko'ruvchilar yana biz bir akamizni oldiga keldik bundan so'raymiz bu kishi bu bozorga nima ish qiladi aziz akam birinchidan o'zingizni ma'rifa qiling Azarbog'da bilan Nazirullo Valadi Xushmuhammad Azarbog'dan bo'laman mana shu tillarga ishlaymiz masalan boramiz bir kun bor bir kun yo'q ana shuning xo'sh siz o'zingiz hozir masrufiyatiniz oltin koniga ishlav ya'ni tilloga ishlaysiz bu bozorga nima ish qilasiz qancha ishingiz bo'ladimi bir chakar keldik bir saylga keldik masalan moy muborak Ramazon edi chakar bir nimaga keldik saylga keldik xo'p bir yana bir sayohat bir tafriq qilib ketayin deb bu Azorbog' bozori qayeraqam qiziqish qayeraqam mashallah ma'lum ko'p savdo sotiq ko'p ma'lum avtomati ko'p mashallah obodchilik ziyoddir masalan ro'z bero'z obod bo'lib borapting mardum yaxshi ro'zi ko'p yaxshidir ko'p nimadir masalan obodchilik ziyod sizni do'stlarga payomingiz nima narsa masalan do'stlarga o'zimizda Afg'onistonga masalan o'zimizni kishvarimizga ishlaylik bir narsa talosh qilaylik qo'limizga kelsin masalan fe'lan o'zimizni kishvarimiz obodchilik ziyoddir kattakon rahmat sizga salomat bo'ling aziz hurmatli ko'ruvchilar bu Hoji said xohladiki o'zi bir musohiba bersa Hoji said muhtaram xubasin بخیر خیر خیرت است بخیر هستین خودتون معرفی بکنید نسیم گل احمد است از ولسوالی خوجغار هستم مربوط تخار میشم مربوط ولسوالی خوجغار هستن از شهر خوجغار هستن یا از همه آذربایجان نه ما از ساقورق هستم از صاف قرق هستم بله سلامت باشین اینجا شما به خاطر چی آمدین یا کدام کار داشتین در بازار اینجا در بازار کار داشته بودم مطلب ما همی است که سرک دایج آمدن تقریبا نیم ساعت از ساقورق تا دورای راست سرک آمدن بسیار خراب است مشکلات در ما این داشت آمدم یعنی سرک و مشکلات داره مشکلات بسیار زیاد است سرکات ان شاء الله دولت ما کار کرده رئیس یا خدا مهربان است من ماشاءالله خوب است ان شاء الله سرکای ما رو هم جور میکنه ما مردم صدای ما مردم دمی کلانا برسه که ما مردم دمی سرکا مشکلات زیاد دارم این مشکلات های مردم مال شود پیامتان با دوستا چی است با دوستا همی است که باید یک بار دیگر خوب رابطه داشته باشه رمضان است بسیار مردم است که در رمضان یک بار دیگر بسیار زود جنجال میکنه مثال اگر علی محمد هم دو نفر میاد سرک جنجال بود ما گفتم چی گپ است گفت هیچ گپ نیست ما خیر رمضان تو چی کرده سر تاثیر کرده چی کرده تشکر خیر زنده باش محترم
aziz hurmatli Buskurt studiyo ko'ruvchilari, bizni dasturimiz o'z arafasiga tugayapti va o'z arafasiga tugadi. Siz aziz hurmatli ko'ruvchilardan istamizki, bizni kanalimizga obuna bo'lsa va biz like bosingizlar, subscribe qilingizlar va boshqa do'stlaringizga yetkazingizlar. Va keladigan barnomaga sizlarni Tingri taolaga topshiramiz. Sog' va amon qolingizlar.